Hammaga salom qizlar, bugun sizlar bilan yana men. Bugungi videoda kechagi stressdan olingan makiyaj qilib qo'ydim va oxirida 3 ta rasm qo'ygan edim va 3-rasmni tanladinglar. Mana men bu makiyajni tanladinglar. Hammanglar uch kommentariyam uchga to'lib ketdi. Xullas, bugun o'sha makiyajni qilib ko'raman va videoning oxirida yana 3 ta makiyaj qoldiraman. O'shalardan bittasini tanlab ketasiz. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Unda videoni boshladik, makiyajimizni boshladik va sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim bor. Короче, men sizlarga aytdim, kecha video ham qo'ygandim. Ko'rgan bo'lsanglar kerak, shorts qo'ydim. Biza shu avgust oxirigacha 5000 ta bo'lsak, ukam menga lampa olib beradi. O'shaning uchun maksimal darajada podpiska tashlaylik, chunki keyinchalik agar lampa olib bersa, bizning videolarimiz yana ham tiniqroq va chiroyliroq chiqishiga yordam beradi. Mani 75% mi 74% mi odam bez podpiska, ya'ni obunasiz ko'ryapti. Hatto o'shalardan 5%, 10% podpiska tashlasa ham biz уже 5000 ta bo'lamiz. O'shaning uchun tezda menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin videoni boshidan. Sizlarga aytdim, 30 kun challenge qilamiz. 30 kun 30 ta mini vloglar bo'ladi deganni. Mana shu joyiga ozgincha o'zgartirish kiritmoqchiman. Nimaga? Chunki vloglar, masalan, uyda o'tirganimda qanaqa video olishni bilmayapman-da. Vlog olsam, masalan, uyda o'tiraman, faqat yotaman, video montaj qilaman, boshqa qilaman. O'shaning uchun vlog sal neto kelyapti-da. O'shaning uchun men sizlarga bunaqa qilmoqchiman. Har kuni har xil videolar chiqadi. No, masalan, bugun sizlarga mana shu video bilan, makiyaj videoyim bilan bitta sizlarga bir esingizda bo'lsa, uborka videosini olgandim. O'sha uborka videosiga o'xshagan yana bitta kattagina uborka qilib video olmoqchiman. Bu ham juda ham qiziqarli. Men bilaman, sizlarga qiziq, uborka videolarim ham yoqadi. O'shaning uchun bugun uborka videosi bilan mana shu makiyaj videosini chiqarmoqchiman. Ertaga bo'lsa biz dachaga ketyapmiz. Ertaga butun kunimni kattagina qilib vlog qilib olmoqchiman. Nima deysizlar qizlar? Shunaqa qilsam ham har xil videolar bo'ladi. Sizlar ham zerikmaysizlar, men ham zerikmayman-da. Bir xillikdan baribir odam zerikib ketadi. O'shaning uchun shunaqa qilmoqchiman. 30 kun albatta videolar chiqadi. Bugun birinchi kun qizlar. Videomizni boshlaylik. Birinchi bo'lib turib, u makiyajimizda, mana bu makiyajimizda ton qilib olishimiz kerak. Keyin bo'lsa ko'zimizni bo'yimizni qizlar. Ton qilib olish uchun birinchi yuzimizni namlab olamiz. Bunachim yozyaptilar, sizga maslahatim, tonerni paxtali disk yordamida yuzingizga surtsangiz, yuzingizni yaxshilab tayyorlab beradi deb yozibdilar. Rahmat sizga. Lekin hozir bizda paxtali disk qolmagan, uyimda paxtali disk qolmagan. O'shaning uchun bugunchalik mana shu losyonni namlab olaveraman. O'zimga ham juda ham hidi yoqadi deb buni qizlar. O'shaning uchun rosa ham shuni ishlatgim keladi. Lekin shunaqa xohlamayman qizlar, 5000 ta bo'lishimizni, chunki ukam aytdi-da, agar bo'la olmasangiz siz menga nimadir olib berasizda, xullas esimda yo'q, lekin nimadir olib berasizda, men bo'lsa lampa olib berasan dedim. Menga ishonmayapti-da va shu qanaqa bo'lasiz 10 kunda masalan bo'lganlar bor-ku, masalan 2000 ta odam просто menga podpiska tashlash kerak bo'ldi. O'shaning uchun iltimos sizlardan podpiska tashlab qo'yinglar va biz yoz oxirigacha 5000 ta bo'ldik. Men bilan zerikmaysizlar. Men har xil videolar chiqaryapman, chunki mana shu gapdan keyin yana ham videolar olishga ishtiyoqim kuchaydi-da, chunki lampa bilan bo'lsa yana ham tiniqroq videolar chiqishi mumkin. O'shaning uchun ham yaxshilab video olishga harakat qilaman. Tim bo'li hozir tomog'im og'riyapti, lekin shunda ham sizlarga video olishdan to'xtamayapman qizlar. Respekt opanglarga. Sponjikimni ham bugun qo'llab kelganman. Bugun tonalka surgim kelmayapti. No, mayli, tonalka suraveramiz. Chunki BB kremni men ko'chaga chiqqanda ishlataman-da. Ko'proq tonalkani mayli baribir ishlatmayapman-ku. Hatto uyda ishlatay. Tonalkani shunday yuzimga suraveraman men, bilasizlar. Ish ko'paytirish yomon ko'raman deb. Qo'lga, keyin yuzga. Endi buni yaxshilab yedirib olamiz qizlar. Qizlar, yaxshilab yuzimga yedirib oldim. Qaranglar, juda ham oppoq ton bo'ldi. Nicho qizlar, hozir pudra suramiz, narsalar suramiz, bilinmay ketadi. O'shaning uchun hech narsa qilmaydi-da, xullas. Короче, qizlar, ertaga dachaga boramiz dedim-ku. O'sha dachaga uzoqqa ketmayapmiz. Mana shu Olmaliqning o'zidan bitta dachaga boryapmiz. Chunki bizga o'tgan safar bordik-da, qayergadir borib keldik, Yangiobodga bordik. Men xullas qayerga bordik? O'sha yerga borganimizda dacha topa olmadik. Hamma dachalar yo'q, qolmagan, joy qolmagan, yo'q, shunaqa bo'ldi va biz bitta tapchanda o'tirdik. O'shanda ham ozgincha anaqa muammo bo'lib qoldi, qaytib keldik-da. O'shaning uchun normalroq dacha topolmaganimiz uchun bu safar shu o'zimizda bo'lsa ham bizga o'zi basen kerak-da. Faqatgina basen uchun biz dachaga boramiz. O'shaning uchun ham faqat dachaga basen uchun borsanglar nima qilamiz uzoqqa borib deyishdi-da. O'shaning uchun mana shu yerda o'ziga borib qo'yamiz. No, necho qizlar, men uchun masalan shaxsan men uchun faqat basen muhim. Dachaga borgan bilan baseni bo'lmasa menga bir tiyin-da. O'shaning uchun o'z dushga borganman. Bilasizlarmi, bilmaysizlarmi bilmadim. No, suzishga borganman. Eng yaxshi ko'rgan sport turim bu suzish. Juda ham yaxshi ko'raman suzishni. Oddiy basenga, masalan, akvaparkka yoki basenga borishga men onam ruxsat bermaydilar, chunki katta qilsa nima bor deydilar. O'shaning uchun ham aytdim-da, dacha olsak, basenni normalniy katta dacha olaylik deb aytdim, chunki menga eng muhimi bu basen. O'shaning uchun. Xullas, yuzimga pudra surib oldim, qaranglar.
oppoq bo'ldim. Endi bo'lsa birinchi ko'zimni bo'yab olaman. Ko'zimni bo'yashim uchun menga, конечно же, pushti rang kerak bo'ladi. Pushti ranglardan iborat bo'lgan paletkam kerak bo'ladi. Mana shu paletka. Hozir bu bilan bo'yab olamiz. Menga oyna ham kerak, chunki telefonni kamerasiga qarab bo'yash ozgincha qiyinroq. Короче, men oynamni topolmadim. Bilmayman qayerga qo'yganman. Или singlim olib ketib qolgan. O'shaning uchun qo'shonimni oynasidan ishlatmoqchiman. Sal xiriroq deb artib olamiz. Mana tiniq bo'ldi, qaranglar. Salom. Mana tiniq bo'ldi oynasi. Endi bo'lsa ko'zimizga bo'yashga o'tamiz. Gulcha chizib olishimiz kerak birinchi ko'zimizga. Qizlar. Nimaga bunaqa qiyin makiyaj tanladinglar? Sama mayli qilamiz qizlar. Kesichka bilan mana qanaqa konsilerimni olamiz deb keyin chizib olishimiz kerak. Gul. Bo'pti o'zi ham qizlar. To'xtanglar, mana bitta rasmini ko'rib oling. Rasmni ko'zni mana bu yerdan olib borib, mana bu yerda qosh tepasida tugagan ekan u gul. Mana bo'lsa mana bu yerda tugatib qo'yib yotdim. Hozir endi to'g'rilaymiz buni. Hatyachi anaqa bilan chizsam ham bo'lar ekanda. Oq qalamim bor. Mana shu bilan chizib ko'raymi? Mana deysizlar qizlar. Uni faqat archlash kerak ekan. Hozir archlash chizilgan topolmadim. O'zida chizaveraman. O'lib ketsin. Bu qizlar bu tarafimga ham chizib oldim. Endi buni ichini konsiler bilan to'ldirib chiqishimiz kerak. Ko'zni bu yog'iga qo'shib, keyin pushti rang bilan bo'yasak bo'ladi. Konsiler bo'lsa, mana bu kesichkada suraman, boyagi kesichkada. Hatto konsiler o'rniga tonalkadan ishlatsak ham necha qizlar, chunki konsilerim kam qolibdi-da, bo'lmayapti. Mana bu qo'shonimdan ishlataman, qaranglar. Bo't qizlar ichini to'ldirib chiqdim. Endi rasmga qarab nimadir qilishim kerak. Tushungandek bo'ldim. Hozir mana shuni ichini och pushti bilan bo'yab olishim kerak, keyin to'q pushti bilan chizishim kerak. Shuning uchun hozir birinchi och pushti bilan bo'yab olaman. Och pushti bilan bo'yab olamiz-da qizlar. Chiroyli. Слишком. Давайте boshqa kestichka bilan bo'yaymiz. Bilinyaptimi o'zi? Masalan, menga bilinmayapti. Kamerada bilinmayapti, oynada bilinyapti. Endi cheka liniyasi bilinmay qoldi-ku, o'sha joyini sekin liniyasini yana qilib chiqish kerak oq bilan. Men qo'shon bilan qilaman yana. Ot qizlar, endi bilindi, qaranglar. Bu ko'zimni ham xuddi shunaqa bo'yab olishim kerak endi. Ot qizlar, ikkita tomonni ham o'xshatishga harakat qildim. Bu taraf ochroq bo'lib qolibdi hozir. O'zimcha yana. Qaranglar, endi bir xil bo'ldi menimcha. Shu tarafimga ham shunaqa chizib oldim. Endi bo'lsa buni ichidagi to'qroq pushtida chizilganlarini chizib olishim kerak. Короче, qizlar, iloji boricha makiyajimni o'xshatib qilishga harakat qildim. Mana ko'zim shu kamerada uncha bilinmayapti-da, lekin hayotda boshqacharoq turibdi. Non, endi nima ham derdim qizlar, qo'limdan kelgancha qilaman hammasini, ya'ni o'zimda bor narsalar bilan qilaman. O'shaning uchun ham shuni ham inobatga olasizlar degan umiddaman. Endi bo'lsa yuzimga pudra surib olishim, rumyana surib olishim kerak. Ochiq rangda mana shu qismiga surgan ekanlar opamizni. Mana shu yerga suraman-da. Qo'linglar. Yuzim вообще слишком oqarib qolgani uchun shunaqa qilib ozgincha ton beramiz. Boshqa ilojimiz ham yo'q. Bo't qizlar. Rumyanalarni surib oldik. Endi highlighterga navbat. Ko'zimga ham hali umuman yaltiroq surmaganman. Endi suraman. Mana yuzimga birinchi mana shu highlighter bilan suraman. Uni kesichka bilan sursam, menimcha ko'proq bilinsa kerak. Ko'zimga ham mana shu joydan suraman. Endi bo'lsa mana bu yaltirog'idan olaman deb yuzimni mana shu joyga suraman.
Ko'rdinglarmi? Ko'rmadinglar, chunki bilmayapti. Yuzimga ham surib olay. Vot qizlar. Menimcha makiyajim почти bitdi. Hozir tushim kiprigimga tush surib olaman-da, keyin labim bo'yim ham всё qizlar. Chunki boshqa ilojim ham yo'q, menga yoqmayapti уже bu makiyaj. No, o'xshatishga harakat qildim qizlar, shunda ham. Nima deysizlar endi? Videoni oxirida tiniqroq qilib, oddiy mana bu kamerada rasmga tushib, videoda boshqacha oladi-da, rasmda boshqacha oladi. O'shaning uchun rasmga tushib sizlarga videoni oxirida qo'yib yuboraman, qanchalik o'xshaganini o'shanda yozib ketasizlar. No, endi hozir kiprik bo'yimiz. Kiprigimni bo'yab olaman. Kiprik bo'yash menda makiyaj qilganimda eng yoqadigan qismi, chunki makiyajim o'xshamagan bo'lsa ham kiprigimni shundoq bo'yabsam, вообще asal turadi. Qaranglar, qanaqa o'zgarish. Ko'zim tepasiga tegib ketdi. Hozir uxachka bilan o'chiraveramiz. Kiprik qayirmay qo'yganimga ham ancha bo'pti qizlar, chunki kiprigimni bir paytlar rosa qayirib ishlatardim. No, keyin kiprigim to'kilib ketgan. O'zi meni kiprigim tabiiy qalin edi. Keyin to'kilib ketgandan keyin umuman kiprigimni qayirmay qo'yuvdim. Hozir yana ancha qalinlashib qolgan, ham uzunroq bo'lgan. No, kiprik to'kilishi ishlatayotgan tushingizga ham bog'liq. O't qizilib kiprigim bo'yab oldim. Hozir yoniga, tepasiga tegib ketganlarni uxachka bilan artib olaman. Tomog'im yomon og'riyapti qizlar. Chiskam. O't qizlar, kiprigimni ham bo'yab oldim. Menga juda ham yoqdi. No, endi labimizni bo'yimiz. Labimga bugun mana bu bleskimni surgim kelyapti. Pomada. Mana buni surib olaman, pomada qilib. Давайте shuni surib ko'raman. Hech ham surib ko'rmaganman. Labimga buni. Слишком och. Lekin chiroyli ekan qizlar, buni rangi qaranglar. Tipa koreyskiy effekt berar ekan. Kim ishlatmasdim buni labimga. Chiroyli ekan, nima deysizlar? Какой bahorgi makiyaj bo'ldi, qanaqadir. Ko'ylagimga ham mos, qanaqadir. Вот. Endi blesk suramiz, ozgina yaltillab turishi uchun. Ko'payib ketdi. Ko'p chiqib ketdi-da, nima qilay? Vau, menga yoqdi. Makiyajim unchalik darajada o'xshamagan bo'lsa ham, menga juda ham yoqdi. Nima deb o'ylaysizlar? Sizlarga yoqdimi? Qanchalik darajada o'xshadi makiyajim? Вот qizlar, shu bilan bugungi makiyajimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Обязательно menga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin va bu makiyajni qilib ko'raymi, bu makiyajni qilib ko'raymi yoki bu makiyajni qilib ko'raymi? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar va обязательно makiyajimni 1 dan 10 gacha baholab ketinglar. Bilaman, sizlar kutgandaqa chiqmadi, no, menga yoqdi. Endi hozircha shunaqa qizlar. Keyinchalik yana ham kosmetikalarimni ko'proq olsam, может yaxshiroq o'xshatishga harakat qilaman. Ko'rganingiz uchun rahmat. Hammaga xayr.